Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetli ata-analar, şunaqla omaq farzandlarimiz. Anlayotganlar Güzel Dinim programımızın 20. sani. Hammalarga ma'lumki biz bu programımızda Mening Güzel Dinim nomli kitobni diqqatingizga sunib kelyapmiz. İnşallah bugungi yangi mavzurimiz bugungi sonimizda boy bilan yo'qsul orasidagi ko'vrik zakat mavzusi diqqatingizda bo'ldi. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun, shundoqla sizlarning kichik do'stinglar Qizil Yupurmoq. Endi biz bugungi bu babimizda, bugungi zakat mavzumizda molning haqiqiy egasi Allohdir. Sadaqa va zakatning ma'nosi, zakat orqali erishadiganlarimiz kimlar zakat beradi, zakati berilishga tegishli mollarning o'lchami va miqdori, zakat kimlarga berildi, kimlarga zakat berishga bo'lmaydi, zakat berganda nimalarga diqqat qilishimiz kerak, payg'ambar alayhissalom boshqalarga yordam berishni yaxshi ko'radi qatorliq mavzularda bu bobda shunday bir qadar to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Endi hozir shukr imtihoni mavzuliq bu go'zal hikoyani Qizil Yupurmoq sizlarga taqdim qiladi. Qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va qadrli kichik do'stlar. Men Qizil Yupurmoqdan hammanglarga o'tliq salom. Shukr imtihoni. Payg'ambar alayhissalom ba'zi sahobalarga o'tmishdagi ibratlik voqealarni so'zlab beradi. Bu voqealardan biri mundoq. Bani Isroil qavmi orasida biri tas, biri ama, biri baras, ya'ni oq kesal 3 kishi bor edi. Alloh taolo bularni sinash uchun ularga inson surtida bir farishta avatdi. Farishta oldi bilan baras kishining yiniga kelib, "Eng yaxshi ko'radigan narsang nima?" deb so'radi. Baras kishi "Güzel ruxsar, husni jamol, kishilarni mendan yurgundiradigan mushu oq kasaldan bir qutulsam" dedi. Shuning bilan farishta uning terisini bir silvidi. Uning terisidagi oq kasal saqayib, chiroyli va kelishgan bir odamga aylanib qoldi. Ondan farishta "Qaysi molning egasi bo'lishni xohlaysan?" deb so'radi. Bu kishi "To'gilarim bo'lsin" dedi. Farishta uningga bir bo'g'oz to'gi bergandan keyin "Alloh sana bu to'gini barkatli qilg'ay" deb duo qilib g'oyib bo'ldi. Ondan farishta tas kishining yoniga kelib, uningdan eng yaxshi ko'radigan narsang nima deb so'radi. Tas kishi "Beshimga bir chash chiqqan bo'lsa, chiroyli chashlarim bo'lgan bo'lsa, kishilarni mendan yirgandiradigan mushu tozliq illatim bir saqagan bo'lsa" dedi. Farishta uning beshini silvidi, kishining tozligi o'ngshaldi. Beshiga chiroyli chash chiqdi. Farishta uningdan "Qaysi molning egasi bo'lishni xohlaysan?" deb so'radi. U kishi "Kalam bo'lsin" dedi. Farishta uningga bir bo'g'oz qilib berib, "Alloh sana buni barkatli qilg'ay" deb duo qilgandan keyin ama kishining yoniga keldi. "Eng yaxshi ko'radigan narsang nima?" deb so'radi. Ama kishi "Alloh ko'zimni ochsa, insonlarni ko'rsam" dedi. Farishta uning ko'zlarini bir silvidi, ko'zlari ko'radigan bo'ldi. Farishta uningdan "Qaysi molning egasi bo'lishni xohlaysan?" deb so'radi. Bu kishi "Qo'ylarim bo'lsin" dedi. Buning bilan farishta uningga bir bo'g'oz qo'y berib, "Alloh buni sana barkatli qilg'ay" deb duo qilgandan keyin ko'zdan g'oyib bo'ldi. Kunlar o'tdi, oylar o'tdi, to'gi butulaqlidi. Kali muzaylidi, qo'y quzulidi. To'gi berilgan kishining bir top to'gisi, kali berilgan kishining bir top kalisi, qo'y berilgan kishining mo bir pada quyi bo'ldi. Bir mezgil o'tgandan keyin farishta yana ularni sinash uchun keldi. Oldi bilan ilgiriki oq kasal kishining yiniga bir oq kasal kishi so'tidi kelib, "Men bir piqir ojiz yo'lchi. Yo'lda pulim tugidi. Vatanimga ketolmadim. Vatanimga ketalishim bugun oldi bilan Alloh, ondan qolsa sening yordamingga bog'liq bo'lib qoldi. Sana shu go'zal husni jamol va ko'p mol bergan Alloh rizosi uchun menga bir to'gi bersang, shu to'giga minib vatanimga ketib olsam" dedi. ilgirki oq kasal kishi "Bo'lmaydi. U to'gilarda nurg'un kishining haqqi bor.
Her tilamchiga bir to'yga bergil bo'lmaydi, deb farishtaga yordam qilmadi. Farishta, men seni tunuydigandek qilaman. Sen shu ilgari kishilar yerigindigan oq kesal kishi emasmi? Namrat eding. Allah sana güzel rengi ruhsar ve mallar bergen-ku, dedi. Bununla javoban u kishi, yo'q, qasam qilamanki, bu mallar menga ota-bobomdan miras qolgan, deb amaliyotni inkor qildi. Farishta, agar gaping yolg'on bo'lsa, Alloh seni ilgiriki holatingga yondirib o'tkay, deb beddua qildi. Ondan farishta ilgiriki tas kishining yiniga bir tas surtidi kelib, uningga yuqorqi gaplarni takrorladi. Tas kishimi oq kesal kishidek javob berdi. Farishta uningga agar gaping yolg'on bo'lsa, Alloh seni ilgirki holatingga yondirib o'tkay, deb beddua qilgandan keyin bir a'mo suratiga kirib, ilgirki a'mo kishining yiniga keldi. Vatanimdan yiroqda qolgan peqir, g'arib musofirman. Yo'lda pulim tugab ketdi. Yurtimga ketolmadim. Bugun yurtimga ketalishim oldi bilan Allohning, ondan keyin sening yordamingga bog'liq bo'lib qoldi. Sana ko'zlaringni qaytirib bergan Alloh roziligi uchun menga bir qo'y bersang, men yo'limni davomlashtirsam, dedi. Ilgiriki a'mo kishi, menmu a'mo edim. Alloh ko'zimni ochdi. Namrat edim. Alloh menga mol berib boy qildi. Mana bu qo'ylarim. Xohlagancha ol. Allohga qasam qilamanki, bugun mendan Alloh roziligi uchun nima talab qilsang, hammasini beraman, dedi. Farishta, mallarning hammasi sening bo'lsin. Bu bir imtihon edi. Alloh sendan rozi bo'ldi. Boshqa ikki do'sting imtihondan o'tolmay Allohning g'azabiga uchradi, dedi va ko'zdan g'oyib bo'ldi. Buxoriy Anbiya bobi 51 numurli hadis. Muslim Zuhd bobi 10 numurli hadis. Xo'sh, endi nihoyat yaxshi, go'zal o'qib berdingiz, rahmat sizga. Endi melimizning haqiqiy egisi kim? Islom dini insonlarni ishchan bo'lishga, ishlab pul tepishga va halol yo'ldan boy bo'lishga undaydi. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, bizga butkul ne'matlarni berguvchi Alloh taolodir. Mol-mulkimizning haqiqiy egisi Alloh taolodir. Bu ne'matlarni bizga ma'lum muddat omonat qilib bergan. Shunga Alloh bizga omonat qilib bergan mollarni Alloh rozi bo'ladigan yo'lda xarjlashimiz lozim. Melimizning haqiqiy egisi bo'lgan Alloh taolo ehtiyojimizdan ko'p bo'lgan molning bir qismini faqir, yo'qsul, hojatmand kishilarga ulashtirib berishga buyurgan. Alloh taolo sura Ali Imronning 26-oyatida mundaq deydi: Mol-mulkning egisi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga mol-mulk berasan, xohlagan odamdan mulkni tortib olasan. Xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Sadaqa va zakat. Alloh bergan ne'matlarni Alloh roziligi uchun sarf qilish dinimizda infoq deb ataladi. Infoq qilishning eng yaxshi yo'li sadaqa va zakat berishdir. Bir musulmon Alloh roziligi uchun o'zi xohlab boshqalarga yordam qilsa, bu sadaqa bo'ladi. Sadaqa deganda odatda muhtoj kishilarga qilingan moddiy yordam ko'z oldimizga keladi. Lekin sadaqa faqatli pul mol bilan qilingan moddiy yordamdan iborat emas. Payg'ambar alayhisalom bizning qilgan har xil yaxshi ishlarimizning hammasining sadaqa hisoblanganligini bildirgan. Bizni sadaqa savobiga erishtiradigan har xil go'zal so'z harakatlarga oid o'rnaklar bergan. Buningga qaraganda muhtojlarga moddiy yordam berish sadaqadir. Qarzni vaqtida qaytara olmagan qarzdorga ma'lum muhlat berish sadaqadir. İnsanlarga yaxshilikni tavsiya qilish va ularni yomon ishlardan ogohlantirish sadaqadir. İnsanlarni bearam qiladigan narsalarni yo'ldan elib o'tish sadaqadir. Yo'l topolmagan kishiga yo'l ko'rsatish yoki adresni deb berish sadaqadir. Qatnash vositasiga chiqmoqchi bo'lgan yoki yukini ortmoqchi bo'lgan kishiga yordam qilish sadaqadir. Bir-biri bilan qaydishib qolgan ikki kishini aplashtirib qo'yish sadaqadir. Allohu akbar, alhamdulillah, la ilaha illalloh deb Allohni aslash sadaqadir. Kishilarga xush tabassum bilan muomala qilish sadaqadir. Chiroyli gap qilish sadaqadir. Ilm o'rganish va o'rgatish sadaqadir. Namoz o'qish uchun masjidga mangan kishining bosgan har qadami
sadaqadır. Ko'chat tikish sadaqadır. Bir er kishining oilasidagilarni baxtli qilish uchun tirishishi sadaqadir. Bir ayolning yo'ldoshi va bolalari uchun qilgan xizmatlari sadaqadir. Alloh taolo Sura Baqaraning 254-oyatida mundaq deydi: Ey mu'minlar, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun, qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Bir balaning ota-onasi va bir tuqqanlarga yordam qilishi, yaxshilik qilishi sadaqadir. Qisqasi, bir musulmonning Alloh rizosiga erishish uchun qilgan har qanday yaxshi ishning hammasi sadaqadir. Ko'rganimizdek, dinimizda sadaqaning ma'nosi ko'p tarafga chetiladi. Bir musulmonning sadaqa berishi uchun boy bo'lishi shart emas. Har musulmon o'z ahvoliga yarasha sadaqa bera oladi va go'zal so'z harakatlari orqali sadaqa savobiga erisha oladi. Lekin infoqning tamoman mol-mulkka chetishlik bir tarafi bordir. Ulug' Alloh ma'lum darajada boy bo'lgan musulmonlarning mollarining bir qismini muhtojlarga berishni farz qilgan. İslamdagi 5 asosning biri bo'lgan bu moliy ibodat zakot deb ataladi. Ya'ni moliy ibodat deganimiz nima deganda mol-mulk bilan qilingan ibodat deganlikdir. İbadetler 3 turlik bo'lib, birinchi badaniy ibodat, ya'ni badan bilan qilingan ibodat, masalan namozga o'xshash. İkinci mali ibadet, mali mülk bilan qilingan ibadet, mesela zakat. Üçüncü hem mali hem bedeni ibadet bo'lgan bo'lsa, hajga o'xshash mesela. Bir qatim payg'ambar alayhissalom undaq dedi: Sadaqa berish har bir musulmonning vazifasidir. Buningga qarata sahobalar sadaqa bergudek biror narsasi bo'lmaganlar qanday qildi deyishdi. Payg'ambarimiz ishlasin hem o'ziga foydasi bo'ladi, hem de sadaqa bera oladi. Ishlashga kuchi yetmaganlar yoki qilgudek ish topolmaganlar qanday qiladi deganda, hojatmanga, muhtojga yordam qilsin. Buningga kuchi yetmasa qanday qildi deb so'ralganda, kishilarni yaxshilik qilib buyursin degan. Bunimi qilolmaschu deganda, nachar eski ishlardan uzoq tursin. Bu uning uchun bir sadaqa hisoblandi deb javob bergan. Bu hadis Buxoriyning zakat bobi 30-numurli hadisda qilingan. Zakat degan nima? Zakat boy bir musulmonning melining ma'lum bir qismini dinimiz buyurgan yerga sarf qilishidir. Alloh taolo mundaq deydi: Namozni ado qilinglar, zakatni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Allah haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Sura Baqara 110-oyat. Zakat pokizlikdir. Zakat degan so'zning lug'atdagi bir ma'nosi pokizlikdir. Bir kishi o'zi ishlab topgan mol-mulkining ma'lum bir qismini muhtojlarga bersa, undaqda bu kishi moddiy va ma'naviy jihatda pokizlandi. Zakat berish kishini gunoh va pishiqlik kirlaridan pokizlaydi. Kishidagi mol dunyoga haddidan ziyoda berilib ketishdan iborat kasallikni davolaydi. Alloh Sura Tavbaning 103-oyatida: Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olginki, uning bilan ularni gunohlaridan poklig'aysan va yaxshiliklarini ko'paytgaysan degan. Hamda zakat orqali erishadiganlarimiz. Zakat melimizning shukrisini ado qilishimizga yordam qiladi. Zakat mehr shafqat, oqko'ngillik tuyg'usini kuchlantiradi. Zakat pishiqlik va shaxsiyatchilik qilishdan saqlaydi. Zakat o'zaro hamkorlik va sevgi muhabbatni kuchaytiradi. Zakat melimizni ko'paytiradi va barakatli qiladi. Zakat melimizni pokizlaydi. Zakat mol-mulkimizning balo, qazo va kelishmasliklardan omon-eson qutulib qolishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo Sura Baqaraning 261-oyatida mundaq deydi: Allohning yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshoq chiqargan har boshqida 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Alloh xohlagan bandasiga hassalab savob beradi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Bizga ne'mat berganligi uchun ulug' Allohga shukr qilishimiz kerak. O'zimiz ega bo'lgan ne'matlarni Alloh rizosi uchun ishiltish cho'ng bir shukrdir.
melimizning 40dan birini muhtojlarga berish orqali ham ibodat qilgan hamda bizga mushu boyliqdan iborat ne'matni bergan Allohga shukr qilgan bo'lamiz. Bergan zakotimiz tufayli hech kimdan rahmat tamo qilmaymiz. Mushunda qilsak, zakot bizning mol mulkimizning shukrisini ado qilishimizga yordamchi bo'ladi. Alloh taolo sura insonning 8-oyatidan 11-oyatigacha shunday deydi. Yaxshi insonlar o'zi muhtoj turuqliq miskinga, yetimga va asirga taom beradi. Ular aytadi: "Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Shubhisizki, biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir qattiq kundan qo'rqamiz. Alloh ularni shu kunning sharridan saqlaydi." Baylar mol mulki ko'p bo'lganligi uchun faqir yo'qsullarning ahvolini yaxshi bilmasligi mumkin. Zakot berish uchun faqir muhtoj kishilarni izlagan vaqtimizda ularning ahvolini bevosita ko'rish fursatiga erishamiz. Faqirlar yashayotgan jafo mushaqqatli sharoitni ko'ramiz. Faqirlar va qiyinchilikda qolganlarga yordam qilish orqali ularning qiyinchiligini hal qilamiz. Qo'l ilkimizdagi pul mollarni bu shaklda sarf qilish bizdagi mehr shafqat, oq ko'ngillik his tuyg'umizni kuchaytiradi. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: "Agar qalbingning yumshoq bo'lishini orzu qilsang, nomratlarga yemak ichmak bergin, yetimlarning beshini silg'in." Ahmad ibn Hanbal 2-jild 263-bet. Alloh taolo sura Zariyatning 19-oyatida boy musulmonlarning pul mollarida saillar va iffetlikligidan saillik qilmaydigan muhtojlarning haqqi bor deyish orqali boylarning melida yo'qsul va faqirlarning haqqi bor ekanligini bildirgan. Agar bu haqni egasiga bermasak, faqirning haqqini o'g'irlab olgan bo'lamiz. Boshqalarning haqqini bermaganligimiz uchunmi melimizga harom aralashtirgan bo'lamiz. Harom aralashgan bir mol pokiz bo'lmagan bo'ladi. Faqir va muhtojlarning haqqini berish orqali melimizga harom aralashib qilishning oldini olamiz. Shuning uchun zakot melimizni pokizlaydi. Alloh taolo sura Tavbaning 103-oyatida: "Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olginki, uning bilan ularni gunohlaridan poklig'aysan va yaxshiliklarni ko'paytgaysan." Zakot va sadaqa mol dunyoga bo'lgan ziyoda amroqligimizni kontrol qiladi. Mol dunyoni noto'g'ri yo'llarga ishlatishimizning oldini oladi. Ko'p pul mol dunyoning hammaga qodir emasligini o'rgatadi. Qo'l ilkimizdagi mol dunyodan boshqalar bilan birlikda bahar elishning lazzatini his qildiradi. Bizni pixsiqlik va shaxsiyatchilikdan qutqizadi. Hamisha o'z manfaatini o'ylaydigan emas, balki boshqalarning manfaatini o'ylay oladigan, mol dunyosini insonlarning baxt saodati uchun xarjlay oladigan fidokor inson bo'lib yetishib chiqishimizga turtki bo'ladi. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: "Zakot bergan, mehmonlarni obdan mehmon qilgan, balo qazoga uchirganlarga yordam qilgan kishi pixsiqlik illatidan qutuladi." Tabarani Mu'jamul Kabir 4-jild 256-bet. Zakot boylarning mol mulkini namratlarga yetkazib beradigan bir ko'vrikdir. Zakot yo'qsillar bilan boylar o'ttirisidagi munosabatni kuchaytirib, yaxshilaydi, chidamaslik, hasadxo'rlikni yo'qotadi. O'zaro hamkorlik va muhabbatni kuchaytiradi. Boylar namratlarga mehr shafqat qiladi. Namratlarmi boylarga hurmat qiladi. Jamiyatda ittifoqlik, inoqlik, hamkorlashish va yordamlashish eng yuqori ko'tariladi. Shuning bilan zakot ham namratlarning ehtiyojini hal qiladi, hamda jamiyatda yuz beradigan parokandachiliklarning oldini oladi. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: "Zakot islomning ko'vrikidir." Haysami Majma'uz Zavoid 1-jild 480-bet. Zakot va sadaqa pul melimizning balo qazo va kelishmasliklardan omon eson qutulib qolishiga sababchi bo'ladi. Xalq orasidagi sadaqa baloni yer, oz sadaqa ko'p balo qazoni yo'q qiladi degan so'z bu haqiqatni ko'rsatadi. Chunki bir faqirning yoki hojatmand kishining ko'ngli va duosini elish balo qazo va musibatni uzoqlashtiradi. Zakot va sadaqa bergan kishiga Allohning rahmati va muhofazati keladi. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: "Pul melinglarni zakot bilan qo'g'dinglar." Bayhaqi Shu'abul Iymon 5-jild 184-bet. Zakot melimizning ko'payishi, barakatlik bo'lishiga turtki bo'ladi. Alloh taolo sizlar jazoni elish uchun birer pul mol bersanglar, ya'ni kishilarning pul meli ichida o'stirish uchun birer pul mol bersanglar, Allohning dargohida u o'smaydi.
Ya'ni kishilar berginimdan jiqroq qaytursin degan niyat bilan berilgan sovg'ining Allohning dargohida savobi bo'lmaydi. Ammo Allohning roziligini ko'zlab bergan sadaqanglar yoki ihsoninglarga hassalab savob beriladi. Sura 39-oyat. Bu so'zni deyish orqali Allah roziligi uchun zakat va sadaqa berganlarning mol dunyosini ko'paytib beradiganligini aytgan. Ko'payishning sababi sadaqa va zakat elib xush bo'lgan kishilar bilan farishtalarning duosi tufaylidandir. Faqir miskinlar va farishtalarning duosi zakat berguvchi boylar uchun huzur va rohat manbasidir. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Har kuni saharda 2 farishta yer yuziga tushadi. Bulardan biri Allohim pul melini sening yo'lingda sarf qilgan kishiga yana yangidan mol dunyo ber deb duo qiladi. Yana biri Allohim fisiqlik qilgan kishining mol dunyosini yo'q qil deb duo qiladi. Bu hadis Muslimning zakat bobi 57-numurlik hadisi tilga olingan. Hürmetli ata-onalar, shunaqla umaq farzandlarimiz, shuna qilib bugungi bu sonimizning ham oxiriga kelib qoldik. Vaqt itibari bilan inshaalloh yana bir qatimliq suhbatda yana zakat bobimiz albatta tugamadi. İnşallah devam qiladi. Yangi bir programmada ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Qani qizil yupurmoq sizmi xo'shlashib oling. Hurmatli ota-onalar va qadrli kichik do'stlar, kelar qitimqi programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.